lakunar infarkt turida qon tomirlar ishemiyaga ko'proq chidamli bo'ladi. Biroq vaqt o'tishi bilan distrofik degenerativ belgilari paydo bo'ladi. Bazal membrana vakuolizatsiyasi, endotelial giperplaziyasi va mitoxondriyalarning yo'qolishi kuzatiladi. Nerv to'qimalarining o'limi va parchalanishi infarktning markaziy qismida sodir bo'ladi. Bu nekrotik o'choqning hosil bo'lishi, ya'ni glomezoderma chandiqlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Kattaroq infarktlarda bir va ko'p kamerali kista bo'shlig'ining paydo bo'lishi bilan yakunlanadi. Karotid qon tomiridagi ishemik insultlar vertebrobazial qon tomiridagi ishemik insultlarga qaraganda ancha keng tarqalgan bo'ladi. Ya'ni 4dan 1 qismiga to'g'ri keladi. Karotid qon tomiri emboliya tufayli kelib chiqadigan insultlarga moyil hisoblanadi. Bir yoki bir necha qon tomirlarda emboliyalar kuzatiladi. Emboliya qon tomirlarda biror sohaga qon ta'minotini buzilishi, kapillyar qon tomirlarda qonning bo'shab qolishi, qon tomir teshigi devori invaginatsiyasiga uchraydi. Qon tomirlar teshigi bir xilligi va tonus o'zgarishi miya shishiga olib keladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.